Ada, Ha? bugun yakshanba. O'tiraveramizmi ayollar bilan uyda? Nima qilgin deysan? Yer chop beraymi chiqib? Yo. Ko'cha aylanib kelmaymizmi bir da'votim? Qatga olmoqchisan? Ada, mashinani siz haydang. Yo'q. Yo'q, haydang. Olganimdan beri hali biron marta haydab ko'rmadingiz. O'tiring. Ada radardan tez o'tib ketdingiz, ishtirab keladi, yo. O'g'ay. Men qara, meni boshimga qotirmagan radarni qopma. Agar kelsa ham o'zing to'laysan. Mashina yangi-ku, ada hali nomeri ham yo'q, qatga keladi. Hazillashmayman bilan. Dedimi? Ha, yiqildi-yu. Yaxshi-da. Men pritseliga qarab o'ting, sal uchini teparoq ko'taryapti. O'zi bir oylik armiyaga borganmisan? Aql o'rgatma menga. 2 yil borib qo'yibman men. Xo'p, Qara. xo'p. Qalay. Ana endi 2 yil baribir bilinadi. qimillab turganini qo'yinglar. Ya, ada endi oshib ketdi. Ya, bo'lishi mumkin. Mana ada, yaxshilab o'tirib oling. Jilovini kaltaroq ushlang, oyog'ingizni uchini qo'ying. Gapiradigan gaplaringdan boshqacha-yu. Har kun shetdami sen deyman? Ha, Bahodir akam kunora sho'ttalar. Chavandoz bo'lib ketganlar o'sha. Ha, gapiraveradi. Bu har kuni ertalab ishga ketdim deb-a? Ada joy qalay? Yoshlik esga tushyaptim. Voy. Manachi, 40 yilga meni yoshlatib yubording-ku sen. Besh shahardagi hovlimiz esimga tushib ketdi. Adam rahmatli o'zlari moshxo'rdini pishirib, shu hovlimizdan oqib o'tgan arov bo'lardi-ku. Kichkina, ha, yonida. Eslaysan-a? Eslayman. Ana o'sha ariqqa qozoni bilan o'zlari olib kelardilar-da. Shu oqib turgan suvga g'ish qo'yib, qozonni o'sha g'ishni ustiga qo'yib, oqib turgan arovni suvda sovitardilar. Ana u sovigandan keyin yozgi kunida issiqda u mo'zdekkina bo'lardi-da. Ana uni ichish gashni boshqacha bo'lardi. Bering-da, bo'lmasa men sovutib kelaman. Yo'q, qatta sovutasan buni hozir. Yoshlikni eslaymiz-da. Yo'q, bo'ldi, ol. Qara. Nabi. Ishim yo'q degan eding-ku, nima qilib o'tiribmiz bu yerda? Yo'q, ishim yo'q, Adajon. Hozir bitta odam kelish kerak edi, o'shani kutyapman. Ana bo'ldi, keldi. Hozir 1 minut. Ana bo'ldi. Xullas, ertalab uydan chiqib ketayotganimda qaruvdim. Men argon preparatingizdan qolmagan ekan u ada. Zakaz qildim. O'shani kutib turuvdik-da. Shu joyini boplading lekin. O'zi qalay adi, foyda beryapti. Mana suyedagi og'riqli, bo'g'imdagi og'riqli bosilyaptimi? Zo'r lekin. Yaxshi ta'sir qilyaptimi? Mana oyoqlarim urayotsan-ku, yuribman-ku. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi qilsan, ma. Sop qil. Keyin siz ada realchimidingiz? Bola. O'ylab deb. Xo'p. Men sen yoshingda emasman, sekin. Ada gol ursam, lekin nimadir olib berasiz menga. Bunaqa kelishmaganmisan? Yo'q, ketdi. O'zingizga tepib qo'ydim-da. Bilmasanku, tur bola. Lekin boru odam maza qildi-yu. Charchadim. Charchadingizmi? Ana bismillah. Baluvlarga olib boraymi, ada? Nima? Mana o'rgangan. Zo'r. Balo tutishga deydi bunaqa paytda, bildingmi? Baliqqa demaydi. Men ham balu tutamiz dedi. Endi sal gapni bilib gapirish kerak-da, oğlum. Labe onam.
Ha, o'tiribmiz balut tutib. Xavotir olmanglar, hozir birpas turib boramiz. Bo'pti, xo'p. Oğlum. Qani telefoningni berib turchi. Ha, mana. Endi mani telefonimdan o'zingga qilib. Tinchlikmi? Yo, telefoningiz yaxshi ishlamayaptimi? Yo, tinchlik qilib. Tinchlikmi hadi? Tinchlik. Qaniydi meni ham telefonim chiringlar. Shunaqa. Otajon degan yozib chiqsa. Santingli paytimdan odamlarning xizmatlari juda ko'p bo'lgan. Juda ko'p duolarni olganman. Doim bolalaringdan qaytsin deb duo qilardim. Rahmat senga. Sen ham bolalaringdan qaytsin. Amin. Menga balut tushdi, ada menimcha. Qani tort. Men buriydimi men? Ha, bura. Sekin aldab chiqib ketmasin. Hozir.